Karis qaynonam kechasi uyga ichib olib kelib, senga bergan telefonimni kreditini to'la deb yig'ladilar. Karis qaynonamga o'g'il nevara tug'ib berganim uchun hamma qarindoshlarining yonida menga iPhone 15 Pro Max sovg'a qilgandilar. Lekin u telefonni kreditga olgan ekanlar, shuning uchun meni o'g'limga chiqadigan bolalar pulini qaynonam olib kelganlar va o'sha bolalar pulidan kreditlarini va boshqa kamchiliklarni yopib kelganlar. Hozir o'g'lim bog'chaga boradi, shuning uchun davlat tomonidan beriladigan hamma pul bog'cha tomonga o'tib ketadi. Shuning uchun qaynonam senga sovg'a qilgan telefonimni kreditini to'lab ber deb rosa yig'ladilar. Telefonni 2 yillik kontrakt asosida kreditga olgan ekanlar. Shu paytgacha sovg'aga chiqadigan bolalar pulidan 1,5 yil har oy ozginadan berib kelgan ekanlar. Kecha Karis qaynonam yonlariga o'tirg'izib olib, har bitta kredit kanal olganlarini birma-bir sanab berdilar. Lekin afsuski men bu uyni krediti bilan va uyni ichidagi televizor, xolodilnik va boshqa narsalarni kreditigacha to'lab berishga qurbim yetmaydi. Shu kunlarda qaynonamni umuman tushunmay qoldim. Uydagi hamma kreditga olingan narsalarni meni to'lashimni xohlayaptilar. Bugun tarif kompaniyalari ishlamas ekan, shuning uchun telefonni bugun kontraktini uzolmaymiz. Yana 6 oy, 7 oy to'lovi qolgan, ashuni hisoblab men bugun qaynonamga o'tkazib beradigan bo'ldim. Shuni deb aytib ko'raman, qani. O'tkazib ber desa o'tkazib beraman, bo'lmasam dushanbagacha yana kutamiz. Shuni birinchi hal qilmasak men hozir portlab ketaman. Tariflar kompaniyasi ishlamayotganligi sababi bugun prezident saylovi bo'ladi Koreyada, shuning uchun bugun Karis qaynonam ham dam olyaptilar. Bu videoni podarkaga telefon olib baloga qolib ketganlarga jo'natib qo'yamiz. Shuni qilib uyga kelib, telefondan qolgan kredit pullarini hammasini qaynonamga o'tkazib berdim.